Samarqand viloyatining Urgut tumanida Vatanparvar tashkiloti tashabbusi bilan avtokross bo'yicha O'zbekiston Kubogining birinchi bosqich musobaqasi o'tkazildi. Ekstremal sport turiga qiziqish tobora ortib borayotgani ushbu bellashuvlarda yana bir bor namoyon bo'ldi. Hozir shu haqda Urgut tumanidagi maxsus avtotrassada tashkil etilgan musobaqada respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan 51 nafar sportchi ishtirok etdi. Ular A7, A8 milliy va baggi sinflarida belgilangan masofani eng qisqa vaqtda bosib o'tish uchun bahs olib bordilar. 2 kun davom etgan musobaqalar haqiqiy murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Ayniqsa baggi sinfidagi bellashuvlar muxlislarda katta qiziqish uyg'otdi. Yakuniy natijalarga ko'ra ushbu yo'nalishda jizzaxlik sportchi G'ayrat Odilov barchadan ustun kelib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. A7 sinfida Samarqand viloyati vakili Asliddin Siddiqov raqiblarga imkoniyat qoldirmadi. A8 sinfida esa Jizzax viloyatining Best Club jamoasi vakili Nikolay Sayev g'oliblikni qo'lga kiritdi. Milliy sinfida ham jizzaxlik sportchilar ustunlikni saqlab qolishdi. Samandar Husanov birinchi o'rinni egalladi. Umumjamoa hisobida Jizzax viloyati jamoasi eng yuqori natijani qayd etdi. Ikkinchi o'rin Samarqand viloyatiga nasib etgan bo'lsa, uchinchi pog'ona Jizzax viloyatining Best Club jamoasi hisobiga yozildi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar Vatanparvar tashkiloti diplom va kuboklar bilan taqdirlandi. Shu tariqa avtokross bo'yicha O'zbekiston Kubogining ilk bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi va yangi mavsumga munosib start berildi.